Erta turgan mintalab likvidatsiya texnikalarni bozor narxidan, olib kiradigan distributor narxidan ham arzonroqqa kerak bo'lsa zarariga bera olaman. Masalan, shunaqa ko'rinishli Zifler firmasining 200 litrli xolodilnik nechota ozgincha defekti bor, 228 dollarga sotilgan, bor yo'g'i 99 dollardan. Usur chelak narxida pilissoz 145 dollarga sotilgan, bor yo'g'i 20 dollardan. Shunaqa ko'rinishli chelaklari ham bor. 100 dollarga sotilgan, bor yo'g'i 20 dollardan. 8 kilolik kir mashinalar shunaqa ko'rinishda har xillari bor. 250 dollarga sotilgan, bor yo'g'i 149 dollardan. Haybat xolodilniklar har xil ko'rinishda, no frost sistemada, shotada ozgincha defektlari bor. 345 dollardan, 476 dollardan sotilgan, hozirgi vaqtda bor yo'g'i 269 dollardan. Splitani har xillari bor, har xil ranglari bor. 330 dollarga sotilgan, bor yo'g'i 149 dollardan. Shunaqa ko'rinishda mintalab likvidatsiyaga tushgan texnikalarni o'tkazib yubormaslik uchun Telegram, Instagram profilimga podpiskani bosib qo'yinglar.